وعن علي رضي الله عنه قال كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم. Qilgan duolarimiz ko'tarilmay turar ekan to salovat etib qo'ymasak duo qilayotganimizda. Shuning uchun birinchi duoni avval u duo qoidasi alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi robbil alamin. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammadin va alihi va sahbihi ajmain. Ana endi oyog'i ota-onaga so'raladi. Jumla mo'min bandalar qatorida deb ularni duo qilib turib, shularni qatorida deb o'ziga so'raladi. Duodaki hamd bilan salovat bo'lmasa ko'tarilmay turar ekan. Albatta salovat etish kerak duoda. Bir odam sizni tanimay turibdi. Ko'rmagan, tanimaydi. Eng yaqin do'stini otini essangiz, o'sha do'stimni taniysanmi deb siz bilan gaplashadi. Shu duoda ham salovatni etishdan maqsad men Muhammad Rasulullohning ummatiman. Shu payg'ambarimizga salovat deb keyin buyog'ini olib borishsa murod hosil bo'ladi, birodarlar. Hech kimni ibodati bilan boshqa odamni o'zi ishi bo'lmasin. Uni har bir insonning qalbini Allohning o'zi biladi. Oldimizda shu katta gunohlarning ichida bittasi benamozlik turibdi. Benamozlik. Hali namozni chala chulpa boshlagan odamga qattiq masalani etib umuman namoz o'qimaydigan qilib qo'yish kimga kerak? Masalan, sahoba ikromlar buni gapirib ham kelaman, yetkizib bo'lganman ham, disklari chiqib aytib ham o'tda sahobalar, sahoba ikromlar oralarida bittasi aro ichsa gunohkor bo'libsan deyilishgan. Zinoga borsa gunohi azim hukmi bo'lgan. O'g'irlik qilgan bo'lsa gunohkor azim bo'lgan. Namozni o'qimay qo'ygan bo'lsa kofir bo'pti deyishgan. Tushuntira oldimmi? Qasdan namozni o'qimay qo'ygan bo'lsa kofir bo'pti deyishgan. Shuning uchun namozga muhabbat, zikrga muhabbat, salovatga muhabbat insonni o'zini mana bu kasaldan dorilar davolab shifo qilib turgandek shifolanib borishaverar.